Cenevada davamlaşıyotgan BDT Kişilik Hukuk Kengashining 52-ci növbətlik yığında İslam Həmkarlıq Təşkilatı Müstəqil Daimi Kişilik Hukuk Komitetining komissari, Malayziya Yer şari Tinchlik burchi tashkilotining raisi professor Ahmad Azam Abdurahman Sharq Turkistonda Xitoyning irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan Uyg'ur musulmonlari va shundaqli Hindiston birmida yashayotgan musulmonlarni misol keltirib, xalqaro jamiyatni bu vaqtda tadbir qo'llanishga chaqirgan. Sharq Turkistondagi bostirishlar sababidan xalqaroda bo'libmi ba'zi g'arb parlamentlari tarafidan irqiy qirg'inchilik elib berish bilan ayblanayotgan Xitoy hukumatı Uyg'ur soqchilarini BDTga chiqarib, o'zining rayondagi terrorlikqa qarshi turish siyosatlarini aqlamoqda. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, BDT Kishilik Hukuk Kengashining 17 mart kuni o'tkazilgan 52-ci qitimliq yig'inida Uyg'ur elining Uchturpan nahiyasi 35 soqchi punktining soqchisi Varisjon Mehmet Xitoyga vakolatan so'z qilib, atalmış Şinjandagi zo'ravonlik terrorlikning ziyonkashliklarini tonishtirgan. Yeni Zelandiyaning tashqi ishlar ministri Nanaya Mahuta 3-oyning 25 kuni Xitoyni ziyorat qilganda e'lon qilgan bayonotida Yeni Zelandiyaning Uyg'urlarning kishilik huquq masalasiga nihoyat ko'ngil bo'lganligini bildirgan. Nanaya Mahuta bu ziyoratda Xitoyning tashqi ishlarga mas'ul davlat ishlari komissari Wang Yi bilan ko'rishgan bo'lib, u mundaq degan: Yeni Zelandiya Şinjandagi kishilik huquq ahvoliga, Hong Kongliklarning demokratiya va erkinlikning buzg'unchilikka uchrashiga alohida diqqat qiladi. Amerika Biden hukumati oldin haftaning oxirida qaror ma'qullab, 14 Xitoy shirkatini eksport qizil tizimga kirgizdi va Amerika shirkatlaridan bu shirkatlarga mahsulot sotishdan burun astoydillik bilan ish qilishni talab qildi. Amerika Savdo ishlari muavin ministri Don Grouse, biz barliq vositalarni ishlatib Amerikaning ilg'or texnika mahsulotlarining dunyoda qanday ishlatilganligini aniqlaymiz dedi. Fransiya ma'murlar ministri Stanislas Guerini TikTok detalining ma'murlarning telefonda cheklanganligini e'lon qildi. Aytishlar qaraganda yaqindan buyon bo'libmi yoshlar orasida moda bo'lgan TikTok detalining sonliq ma'lumotlarini Xitoy bilan o'rtoqlashtirganlik haqidagi andishlar kuchaymoqda. Yevropa komitetidan keyin nurg'un davlatlar bu appni davlat ilkidagi uskunlardan chekladi. Xitoyning muavin bosh ministri Deng Xiaoxiang ichitish va bozor fursatini dunyo bilan o'rtoqlashishning muhimligini ta'kidladi. Xitoy Kompartiyasi Markaziy doimiy komitetining a'zosi bo'lgan Deng yakshanba kuni 2023-yilda Xitoy taraqqiyot munbirining ochilish marosimida bayonot e'lon qilgan. Egilishicha Saudiya Arabistonda umr ziyoratchilarini elib borgan avtobusga chetishlik qatnash voqeasida 20 odam qazo qilgan. Yaman taratqullarining xabari qaraganda qazoga uchirgan avtobus Yaman umr ziyoratchilarini elib borgan ekan.